Minecraft quruvchilardan eng dahshatli tuzoqlarni qurishlarini so'radim. Bu qurilgan eng dahshatli tuzoqlardan esa mening do'stlarim o'tishadi. Kelinglar, birinchi eng arzondan boshlaymiz. Bu tuzoqning narxi $1. Tushunmadim, nega $1? Menimcha bu tug'ani bosmaslik kerak. Yer la'nati. Ey, nimalar qilib qo'yding? Mana endi qochib qol. Men bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Ey, jin ursin. Men uyim boshlanmasdan o'lib qoldim. Bu mardonkorning omadi kelmadi. Bo'pti, bo'lmasa keyingilarni ko'ramiz. Videoning oxirida kimning tuzog'i eng ko'p ball yig'sa, oxirida $10,000 yutib olishi mumkin. Yaxshi, hozircha bu $1 tuzoq edi. Keyingilarni ko'raylikchi. Men bunga xullas 4 baho qo'yaman. Menimcha men bu tuzoqqa 4,5 baho qo'yaman. Men esa 5 baho qo'yaman. Bu tuzoq mardonchonni o'ldirgani uchun men 6 baho qo'yaman. Keyingi tuzog'imizning narxi esa $100. Bu yerda eng dahshatli vulqonli tuzoqlar bor. Qani bo'lmasam olg'a. Ha, olg'a. Qana bo'la qol, men ortingdan boryapman. Men ham uddalayman. O'yinning boshiga o'lib qolish niyatim yo'q. Mana o'tib oldim. Qana olg'a. Jin ursin, bunisini man balo bo'ldi. Men qayerdan bilaman? Qana, opa. Hech narsa bo'lmadi. Bunaqasini kutmagan edim. Karol tushib ketdi. Jin ursin, yo'q xudoyim, meni ko'tim yonyapti. Yo tavba. Qana bo'la qol. Qani Chandler bo'la qol. Biz eson-omon birinchisidan o'tib oldik. Men bosiladigan plitalarni ko'ryapman. Bo'lmasa birinchi men boshlayman. Ja dahshatu. Demak, reja bunday, hech kimni itarmaydi. Hammaga tushunarli bo'ldimi? Hech kim itarmasin. Men o'ng tomondan boraman. Men esa chap tomondan. Meni boshim yonyapti. Nima qilishim kerak? Men ham yonyapman. Vulqonga tegishing bilan o'larkansan. Jin ursin, men o'lmasligim kerak. Bo'ldi, tinchlanib olish kerak. Men uddalayman. Jin ursin, o'tishga boshqa yo'l qurib qolibdimi? Karol, men seni ortingdanman. Qani yurlaring, nimani kutib turibsanlar? Men o'lmasdan marraga yetib keldim. Menimcha men ham o'l baho qo'ysam kerak. Mardonchonni o'lishini kutamizmi yoki kelishini kutamizmi? Bu narsa xayollaringga ham kelmasin. O'lmasam bir piyola ko'k choy ichamiz. Mana men deyarli jin ursin, tillolik ol. Kutamizmi yoki kelishini kutamizmi? Bu narsa xayollaringga ham kelmasin. O'lmasam bir piyola ko'k choy ichamiz. Mana men deyarli jin ursin, tillolik olma ham qolmadi. Menimcha bir piyola ko'k choy kamlik qiladi. Bir lagan damlash kerak. Jin ursin, men o'zi bugun shu yerdan chiqa olamanmi yoki yo'qmi? Qana bo'la qol, sen deyarli kelding. Mana men shu yerdaman. 1 soat deganda yetib keldik. Bo'pti, qani yo'lga tushamiz. Jin ursin, bu qasrning oxiri bormi yoki yo'qmi? Bolalar, bu yerda kitob bor ekan. Demak, bu yerdan chiqib olishimiz uchun mana shu yerdan o'tib olishimiz kerak ekan. Tushunarli. Ana pirim. Xo'sh, keyingisi qaysi biri? Menimcha o'ng tomon. Hozir qaysiga sakradi? Bularning ham gapiga ishonasanmi? Jin ursin. Jin ursin, olmalar ham yordam bermayapti. Yo'q-e? Men o'tdim. Men ham o'tdim. Uddalayapmiz. Biz uddalayapmiz. Bu olmalarning kuchi. Olmalarsiz bir qadam ham qo'yib bilmas edik. $100 tuzoq menimcha eng qiyini bo'lsa kerak. Men bu tuzoqdan o'tgunimcha qancha nervlarim ketdi. Oshlar, soching ham to'kilib ketibdi. Men bu tuzoqqa o'ndan 8,5 baho beraman. Qurilish ajoyib, tuzoqlarga gap bo'lishi mumkin emas. Uning uchun men 7,5 baho beraman. Bu qurilish $100 emas, $1000 deyishsa ham men ishongan bo'lardim. Xullas, men o'ndan 9 baho beraman. Ajoyib. Men esa tuzoqlar uchun 7 baho qo'yaman. Hozircha bu qasrni qurgan quruvchimiz 40 bahodan 32 bahoni qo'lga kiritdi. Bolalar, xush kelibsizlar eng qo'rqinchli tuzoqlardan iborat $500 orolga. $500? Qani mayli olqa. Nima ham deymiz, olg'a. Orolning qaysidir burchagida podshoh bor ekan. Bolalar, menimcha men dinamikning ovozini eshityapman. Ol! Foydasi yo'q, pastga tushamiz. Tushunmadim, nega meni jonim ketyapti? Jin ursin, nima bo'la yuribdi oyog'im tagida? Menimcha bularni o'ldirsang ko'payaveradi. Qani olg'a. Bo'lmasam bu yerdan ketish kerak. Jin ursin, bu yerda dinamiklar ko'p ekan-ku. Biz bu eshikni portlatishimiz kerakmi? Shoshmang, bochkaning ichida dinamitlarni yoqish uchun zajgalka bor ekan. Bo'lmasam bum qil ularni. Joningdan olding bo'lsa qoch. Mana eshik ham teshik bo'ldi. Qara bolalar, faqat olg'a qadam bosamiz. Bu yerda kitob bor ekan. Bo'lmasam borib uni o'qish kerak. Podshoh o'zining xazinasini yashirib qo'ygan ekan. Ularni topish uchun bizga creeper kerak ekan. Qayerdan creeper olamiz? Men ularni ko'ryapman. Zinadan tepaga ko'tarilish kerak. Yo tavba. Jin ursin, ular faqat menga hujum qilyaptimi? La'nat yey. Bolalar, mana bu kitobda yozilishicha bizga faqat creeperlar kerak ekan. Bo'lmasam taxtning oldiga creeperlarni boshlab kelib, uni portlatib yuborish kerak. Bo'lmasam ularni bu yerga boshlab kelinglar. Yaxshi. Men ikkitasini topdim. Mana endi men tushunganday bo'ldim, sal kech bo'lsa ham.
Yana bir kitobmi? Eng yaxshi boylik bu Festivals. Ularni tezroq sotib oling. Bo'la qoling va yana bo'la qoling. Bor yo'g'i shu edimi? Menimcha shunday. Mana shuning uchun $500 to'laganman. $100 undan ham yaxshiroq edi. U qurilma uchun baho qo'yishga tayyorman, xo'sh. Uning bahosi 3. Mayli, men ham 3 qo'ymoqchi edim, lekin 3,5 qo'yaman. Mayli, men ham xafa qilmagan holda 3 qo'yaman. Mayli, men 4 qo'yaman. Bu qurilma birinchi o'ringa chiqib oladi deb o'ylagandim, lekin xato o'ylabman. Keyingi qurilgan tuzoqlar eng dahshatlisi bo'lishi mumkin. Bu tuzoqlarning nomi nayzalar deb nomlanadi. Uning narxi esa $1000. Nima gap? Menga qaranglar, quloq solinglar, shoshmanglar. Agar tuzoqdan chiqib olguncha hech kim jon yo'qotmasa, men har biringizga $100 dan beraman. Boshladik. Bo'ldi, hech kim $100 olmaydi. Bunday foydasi yo'q, labirintdan chiqib olishimiz kerak. Xo'sh, qani bo'lmasam boshladik. Men adashib qoldim, nima balo? Men chiqib oldim. Men osongina o'tib oldim. Balkim bu labirint biz qo'shadigan ballarga bal qo'shar. Yo'q, bizda ikkita yo'lak bor. Biz chapga yuramiz. Keyin esa o'ng tomonga qaytamiz. Jino'rsan, bu yerda parkur qilish kerak ekan. Ehtiyot bo'linglar. Men o'tib oldim. Bu yerda ikkita knopka bor ekan. Menimcha men mana buni bossam kerak. Nima gumbillab ketdi? Jino'rsan, nimalar qilib qo'yding? La'nati, bizni o'ldirib yubordik-ku. Do'stlar, yo'lingizdan chiqqan hech qanday tugmani bosmanglar. Shunchaki o'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Ha, shunday. Qani bo'la qolinglar, yana bu kalamushlar meni talay boshlayapti. Biz tomonga ham kelyapti. Parkur qilamiz. Parkur deyapman. Qarang, bo'la qolinglar. Qara bu yoqqa kelinglar. Shoshmanglar, men ham boryapman. Yo'q, Jino'rsan, nega men hadeb o'ylayapman? Ularning orasidan o't. Senga narigi tomondan o'tirib gapirish oson. Men ham uddalayman, Nima uchun men bitta la'nati tuzoqdan o'tib bilmayapman? Tushunmadim, nega menga qarab baqiryapti bu? Menimcha qolgan sochi ham to'kilyapti. Mana ko'rdingizmi qanday o'tish kerak? Bo'ldi, vaqt yo'qotmaymiz-da, tepaga ko'tarilamiz. Tabriklayman, siz tuzoqlardan o'tdingiz deb yozilgan ekan. Yo'q, bu yer juda ham chiroyli. Ha, juda ham chiroyli. Men bilaman uni qanday qilib baholashni. Buning ismi nima edi? Xullas, sen tuzgan xarita juda ham yaxshi ekan. Shoshmanglar, birinchi men baholayman, xo'sh. Men bu xaritaga 8 baho qo'yaman. Shoshmanglar, men ham qolib ketmang. Men ham 8 baho qo'yaman. Menga ham bu xarita yo'qdi. Shuning uchun men ham 8 baho qo'yaman. Mana endi men gapiraman. Bu yerning kalamushlari juda ham ko'p ekan, lekin xaritaning dizayniga gap yo'q. Tuzoqlari undan ham yaxshi. Juda ko'p gapirding. Xullas, men unga 7 bahoni qo'yaman. Xullas, shunday qilib uning to'plagan bahosi $100lik xaritadan bir baho kam. Hozircha birinchi o'rinda $100lik xarita. Bu xaritada deyarli tirik chiqmaganlar ham bo'lgan. Mana bu ajoyib yasalgan xarita esa $5000 narxi. Ismi Nurshon ekanmi? Shu uchun $5000 to'ladingmi? Bolalar, ehtiyot bo'linglar. Bu xaritaning narxi avtomobil narxi bilan barobar ekan. Jino'rsan, e'tibor bermagan ekanman, skelet ekan. Ko'rinish ajoyib. Ko'prik Shishadan yasalgan. birinchi kim bo'lib o'tadi? Sen. Nega endi men? Chunki basharang shunga tortyapti. O'ng tomonga, menimcha o'ng tomonga sakrash kerak. La'nati, sakrab ham bilmadi-ku. O'ng tomongamidi, chapgamidi? Hozir biz qayerga o'tiribmiz? Menimcha u ko'zini yumib o'ynayapti. Menimcha yana bir marta o'ng tomonga sakrash kerak. Ha, o'ng tomonga. Yaxshi, o'ng tomonga. Jino'rsan, sen qanday qilib topib boryapsan? Demoqchi edim. Karl, menimcha seni omading kelmayapti. Qani endi sening navbating. Men 2 marta sakradim. Qani bo'la qolinglar, hamma meni ortimdan. Xayriyat, hamma o'tib oldi. Bunisi nima bo'ldi? Menimcha bu kabob bo'lsa kerak. Karl, xato qilish xayolingga ham kelmasin. Men uddaladim. Shoshmanglar, nima bo'lyapti? Menimcha u bizga yo'laklarni ko'rsatyapti. Qaranglar. Demak, birinchi o'ng tomonga yuramiz. Bo'la qolinglar. Birinchi o'ng tomonga yuramiz, keyin chap tomonga yuramiz. Shunday, chap tomonga, o'ng tomonga. Mana shunday. Shugina xolosmi? $5000lik xaritada men juda ham ko'p narsa kutgan edim. Bor yo'q shumi? Bu yerda hech bo'lmasa bir marta Mardonjon o'lish kerak edi. Xo'sh, Nurshon, nima gaplar? Dizaynga gap yo'q, ayniqsa mana bu skeletga. Xo'sh, buni qurish uchun qancha vaqting ketdi? Haligi. Lekin juda ham ajoyib chiqdi. Bu bugun biz ko'rgan eng chiroyli dizaynlardan biri bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin juda ham qimmat. Bu yerda bitta ko'priklik tuzoqdan boshqa tuzoq yo'q-ku. Men 6 baho qo'yaman, chunki skelet juda ham chiroyli. Men esa 5 baho qo'yaman, kundaligi 2-1. Xo'sh, unday bo'lsa men 4,5 baho qo'yaman.
Xullas shunday qilib seni baho 19,5 baho bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Men bu qurilma uchun 10 ming dollar pul to'ladim. Bu yerning suvosti tuzoqlari juda ham dahshatli bo'lishi kerak. Nima, mana shu yer uchun 10 ming dollar to'ladingmi? Mana bu knopkani bosish kerak edimi? Xullas suvostidan ehtiyot bo'linglar. Mana bo'la qolinglar. Ha, to'g'ri bo'la qolinglar. Meni eslatib ko'rmayapman-ku. Wow! Dinamitlar uchayaptimi? Jino'rsan, demak bu yer hozir portlaydi. Tushunmadim, endi nima qilamiz? Xullas suvga sakraymiz. Men tushunmadim, nega hech kim orqamdan sakramadi? Jino'rsan, men bu yerda hattoki chiqish yo'lini ham ko'rmayapman. Iye, shoshmanglar, men nimandir ko'rdim. Demak bu yerda sirli tunnel bor ekan. Chetlar qara o'rtamdan. Bu yerda nima bor ekan o'zi? Bu yerni buzish kerak edimi? Bu yerda bunday xona borligini bilmagan ekanman. 10 ming dollar to'langan bo'lsa, demak bu yerda juda ham ko'p tuzoqlar bo'lishi kerak. Qara yer ostiga tushib ko'raylikchi. Jino'rsan, bu video o'yinga o'xshaydi. Menimcha juda ham katta labirint bo'lsa kerak. Mana bu yo'laklar bu yerga bekorga qo'yilmagan. Juda ham qiyin bo'lsa kerak. Bu yerda hattoki belgi ham qo'yilmagan. Qayerga yurish kerak, qayerga yurmaslik kerak. Nima gaplar chetlar? Men shunchaki chiqish yo'lini qidiryapman. Kimdir nimadir ko'ryaptimi? Shoshmanglar, men nimadir topib oldim. Qani ko'raylikchi. Yo tavba, bunisi yana nima balo bo'ldi? Endi qayerga boramiz? Bu oxirimi? Menga qarab, buni qurgan ustaning ismi nima edi? Bahra edimi, Barno edimi? Agar bu oxiri bo'lsa, demak seni bahoyingni qo'yishga tayyormiz. Men o'ylashim bo'yicha bu 10 ming dollarga arzimaydi. Shuning uchun men 4 baho qo'yaman. Men ham 4 baho qo'yaman. Chunki tashqarisi yaltiroq, ichi qaltiroq bo'lyapti. Chetlar, quruvchini xafa qilmaslik kerak. Shuning uchun men 2 baho qo'yaman. Olib kel ukajon kundaligingni, men senga 5,5 baho qo'yaman. Seni to'plagan bahoying 15,5 ball bo'ldi. Mayli, nima ham deymiz, davom etamiz. Havoda muallaq turgan bazaning narxi 25 ming dollar. Juda ham qo'rqinchli tuzoqlari bor. Sizlarga omad tilayman do'stlarim. Do'stlar, bizga aynan mana shunday baza kerak edi. Axir biz buni kutgan edik. Mana buni qo'linglar. Jino'rsan, bu yerda ham parkur qilish kerakmi? Mana shu qurilma uchun 25 ming dollar to'ladingmi? Nima farqi bor senga? Qani olg'a. Qani tezroq yur, meni qornim og'riyapti. Nega meni orqamdan itaryapsan? Jino'rsan, seni deb men tushib ketdim. Xo'sh, men narvondan Tushunmadim, Mardonjon qayerga qo'yib bo'ldi? mana men Bo'ldi, bir-birimizni tepadan itarmaymiz. Men deyarli yetib keldim demoqchi edim. Ko'p xafa bo'lma, bo'lmasam sog'oring ham tushib ketadi. Nega meni hadeb olmadim kelmayapti? Bo'ldi, olg'a qadam tashlash kerak. Qani olg'a. Men ikkinchi. Men 3-chi. Yo'q. Xo'sh bolalar, sizlar o'ng tomonga, men chap tomonga boraman. Do'stlar, tezlashishimiz kerak. Bo'ldi, tezlashish kerak. Jino'rsan, parkurni kim o'ylab topgan o'zi? Menga ham parkur qilishni o'rgat. Shunchaki mana bu yerga turib sakrashing kerak. Oba. Mana, uddalayapsan. Yana ozgina. Zinalardan ehtiyot. Jino'rsan, men nima uchun tushib ketdim? Oxirgi sakrash qoldi, oxirgisi. Jino'rsan, men birinchi marta uddaladim. Qani chetlar, qayerdasan deyapman la'nati, chetlar. Tushunmadim, men nima uchun bir joyga tiqilib qoldim? Endi qayerga boramiz? Biz xayolni bir joyga jamlab olishimiz kerak. Men jamlab bo'lganman. Yana parkur. Qara bo'la qol Mardonjon, sen uddalaysan. Bo'ldi, hammasi jonimga tegdi. Mana endi men hech qachon to'xtamayman. Meni hech kim to'xtatib qo'ya olmaydi. Men birinchi keldim, men g'olib bo'ldim. Biz uddaladik, qo'yil. Tushunmadim, nega Mardonjon ko'rinmaydi? Yo'q. 25 ming dollarlik inshootga qarshi 100 dollarlik inshoot. Hozir ko'ramiz, qay biringizniki g'olib bo'lar ekan. Xullas, birinchi men boshlayman. Xullas, xarita juda ham chiroyli, tuzoqlari ham me'yorda qo'yilgan. Menga deyarli yoqdi. Buning uchun men 9 baho qo'yaman. Xullas, bu xarita meni qolgan sochlarimni ham to'kdi. Shuning uchun men soqolim ham to'kilib ketmasligi uchun men ham 9 baho qo'yaman. Xullas, sizlarni bilmadim, lekin menga bu xarita juda ham yoqdi. Lekin bu xaritaning puliga yaxshigina avtomobil sotib olsa bo'lardi. Shuning uchun men bu xarita uchun 8,5 baho qo'yaman. Qara, oxirgi sen qolding, o'z bahoyingni ber. Shundaymi? Bularning hayoti sening qo'lingda. Xullas, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Shuning uchun men bu inshootga 8,5 baho berishga qaror qildim. Tabriklaymiz, sening inshooting eng yaxshi inshootlardan biri bo'ldi va sen 10 ming dollarni qo'lga kiritding. Ikkinchi o'rinni olganda ham xafa qilmaymiz. Shuning uchun men senga bu ajoyib qurilma uchun 5 ming dollar beramiz.